Buni ovqatda olyapsizmi? Misrdan olganman buni. O'zim Misrda yashayman. Yaxshi narxga olsangiz, yana sizga olib kelib beraman zo'r-zo'rlar. O'zingiz minib keldingizmi? Ha, o'zim minib keldim. Bu ashyan chiqqan narsa ekan, 750 proba ekan. Ha, 750 proba. Yozib qo'yibdi choponini. 599 salkam 30 ekan. 600 gram. Qarang, opa, kurs har kuni o'zgaradi bilasiz, lekin bu sal antiqvar ekan. Qo'shib berishga harakat qilaman. Qimmatroq so'rayvering. 1.320 1.330 bo'lyapti, men sizga 1.350 dan qo'ying. 1.350 Keyin yaxshi-yaxshilarni olib kelib beraman sizga. 810 million bo'lyapti. Bo'ldi, 810 million beraman, bitta tekshirib. Mayli, bering. Bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat tekshirib olamanmi? Mayli, bemalol. Hop, mana qo'ydik. Ozgina uzoq ko'rsatyapti. Hop, mana tekshirib bo'ldik. 745 proba chiqyapti, lekin biz 750 ga olib qo'yamiz. Ozgina protsent kamroq chiqyapti. Bo'ladi, mana ketdi. Opa, tuyingiz hali yosh ekan, qarang. Ozgina probasi pastroq chiqyapti. Nima endi narxini tushirasizmi? Qimmatroq. Yo'q, hali men sizga menga yoqqani uchun olib qo'yiraman. Men sizga yana yaxshilardan olib kelib beraman, zo'rini ham bitta chiqatda yo'g'ini. Yo, bo'lishi mumkin Misrdan. emas. Faqat sochib olib keling. Bo'ldi, xo'p, soch ektiramiz. Bu ham chetga olib qo'yib, pul olib kelaman. Mayli, xo'p. Mana pullaringizni olib keldim. Hozir sanab beraman. Hoppa. Hop, mana 300 million. Yangi, original. Qolganlari inventariydan. 400. Voy, baraka toping. 500. Yaxshi, xursand qildingiz. Yana 600. yaxshilarni olib kelib beraman sizga. Xudo xolasa 700. Sizlarda yaxshi qimmat olar ekan. 800. O'zbekiston bo'yicha shunaqa. Shu ko'p joy ko'rsatdim, eng qimmat sizlarda ekan. 810 million. Rahmat. Sog' bo'ling. Barakasini bersang, kutib qolaman yana. Ehtiyot bo'ling. O'g'lab ketishmas.